Salam dostlar. Bugün bizim traktör bilan chiqdim ishga. Salam Vasiliy. Salomlar. Nechik bloger bo'larga nesta deb so'raylar, nalarga anglata olmayman endi. Vasiliy Огонь. Sheshlagandan tushirib yurman. O'zing yaxshi deb. Vasiliy kibak alla tag'in bir bloger bo'ladi deb turaman. Siz Vasiliyni gil Instagram'dagi o'tiradi deb o'ylasangiz yolg'izsiz. Shoy kishiga qo'yish kerak bo'lsa, belki sizga bitta bloger qilib olib ketirgandir. Yerga qapik ko'p yozalar, kunini 100 dan keyin bo'lgani yo'q. Oilangizni internetga da kiritmaysiz. Ko'proq traktor yonida bo'lgach traktorni tushiramiz endi. Uglab qaytdik Qo'qmaradan. Endi yeti yo'q, endi yer. Tili yog'ida bular, конечно. Nesta aytiramanmi? Razina qo'shata baribir nesta aytsang-dagin ishlangishiga ovulda da ish yetarlik internet o'quvchilarga bek zo'r salomlar. Shunday zamonda yashaymiz. O'zing turында dunyoga жеткирүү yoki taniluu uchun mumkinliklar hozir bek zo'r. Masalan, internetni g'ina olaylik. Lekin internetning shunday qiziq yog'i bor. Ul tanilam deb ishlamagan kishilarni da qisqagina vaqt orasida tanitib qo'ya oladi. Bugun biz shunday kishilarning birisi bilan tanishashaqmiz. Hammina ul o'zi. Salam Vasiliy. Salomlar. Nechuk xalar? Allohga shukr, aybat. Mana sening yangi qo'noqqa keldik hali. Narsalar ishlaymiz bugun bunda. Bugun traktor bilan o'shasi bor endi, nida? Stoyankalarni ajratish tartibi bor. Qorittiramiz. Qorittirasi bor. Ham garajda kimga bo'lishirga kerak, shularga bo'lishib shaytirib ishlaymiz. Demak, yozg'i shashuga hozirlik bor bizning haliga. Polniy xod yozg'i shashuga hozirlik, anda texnikalar kiritib shag'aramiz. Demak, biz bugun traktorist, bloger Vasiliy Ivanov yanında hamda onun bilan bugun kunni birgalab o'tkazamiz. Ketdik. Ertalar imtashar. Mana bugun tag'ishimizni yetdik. Boshlabdi mana shunday. Toshilar aybat qoti. Mana bosqib bo'ldi endi bugun boshlab. Shu ovrish tashlagan o'shsigilar. Mana shu sababli mana vaytirib barangga pishiramiz ana. Kolesterolga qo'yamiz da barangini. Hot qaybatlab olamiz. Mana gallaga bormayapman-da. Shu bilan birga hozir barangini mana o'shab yuboramiz. Damning dishlari. Vasiliy Ivanov tarixda birinchi traktorchi bloger. Qo'qmara rayoni Eski Shura ovulida tug'ilib o'sgan. Hozirgi kunda Sho'luq rayonining Vahid ovul xo'jaligida ishlaydi. Vasiliy internetda o'zgan yilning jay oyida tanila boshlaydi. Oldingi mexanizator ham traktorchi qir ishlaridan ham ovul turmushidan videolar tushirib, o'zining Instagram akkauntini o'rnashtiradi. Ixlos, vodiy, qiziqli videolar ko'plarga xush keladi. Bugun Vasiliyning 13 mingdan ortiq yozuvchisi bor. Yaqinlari, do'stlari ham ovuldoshlari ona hozir bloger deb yurdi. Men boshda prosta xotin kelib berdi, u akkauntni dag'anaymi? Men Instagramni. Men o'zim bilib bitirmayman. Hozirda bilib bitirmayman men. Boshdagi tushirgan fotolar nelar tushirganlidim, anadag'ini o'zim qo'ya olmaydim, xotin qo'ya oladi. Ana yo'g'anan o'zimda yuram bitdim, mazarab qo'ya boshladim mana. Shundan kishiga shoda oxirisi mana netdim. Qorilar podpisasiya etilar. O'zidan o'zi kelib chiqdi. O'zidan o'zi bu bloger bo'lam deb o'ylagan ish tugul, butunlaydan telefonda o'tirganda vaqt yo'q deb aytganda shu kunini общий olsang 1-2 soat bo'la turgandir, butun kun bo'yina. Erta narsalar firma tilan boshqaladi. Mana parkdayman. Ozginagina sarxavlab ketdim hali. Tomoqlarda azrak o'rtib tura. Suv tiyib ketgan. Hozir ishdan qaytib bir burishib yuborsang nechik bo'larmikan-mi? Durust bo'larmikan? Internetni sindirib qo'yam. Inashi soобщениялар sira ko'p og'laymi? Yangadan Kishilar yozadi. Yerga qapik ko'p yozalar. Kunini 100 dan keyin bo'lgani yo'q. Anasalar yozalar. Turli vопроslar bilan qo'y birlar endi eng prosta nechik bloger bo'larga nesta deb so'raylar. Men o'zim bilmagan narsani ularga anglata olmayman endi. Durust aytganda
Anlari ko'p vопрослар ne bo'yicha, texnika bo'yicha, mana bu tushunlarning nechega nima qilsa, dega tushun nechega nima qilsa. Men Demak, shu professiyangiz bo'yicha professiya bo'yicha, endi men darsdan aytgan ishlab qoraman texnika qolmay. Oxirisi butun nedan kichkina Belarusdan boshlandi. Hozir mana konservat endi bu butun istabisatlarda da ishlab turdim, Belarusda da ishlab chiqdim endi. Yurtib shular remontlab yurtib butun turli texnika o'zida endi qildim. Shoy kishiga pomosh kerak bo'lganda bulishamiz endi kim chaqira, mana ko'tarishlarga. Ish qo'ying demak mana shulay kun davomida. Siz Vasiliyni gil Instagram'da o'tiradi deb o'ylasangiz yolg'ishasiz. 12 ming kishilik akkauntingizda bor. Balki sizga bunday ishni qoldirib bloger qilib olib ketargadir, internet yordamidagi o'xshashlarga. Yo'q, alay deb aytmasam. Menga shunday texnika orasida ishlar. Siz yolg'ishmasam endi reklamalar qo'ya boshladim. Reklama qo'ya qolayim. Mana tra shash o'sgan deb aytganingiz, действительно ko'zgidan qaraganim, shashim o'sgan ekan, mana vaqtga keldim mana shash oltirtirga. Mana do'stlar, olib bitirdik shashni. Mana shu joy chiqdi. Mana shu bek motor qiz oldi bizning. Davay, shu qizga jiri boshlaymiz. Akalar. Biz alg'a tava ketdik. Hozir ikkinchi ishga ko'chamiz dedi Vasiliy. Narsa ishlatim ekan. Modni ko'zliklarni kiydik. Qo'rqinchsizlik qoidasini o'targa kerak. Narsa ishlasang degan. Hozir biz bilash o'sha aybirni kiysamiz, shulay bit. O'zgartirga tilay kabinaga jibaraga vozdухanni. Vasiliy огонь. Siz buni o'zingiz uchun tushirasizmi? Vasiliyga Aslan yordamchisi bo'lroq qo'yib. O'zi chiraga qo'shdi. Men sizni Vasiliy kabi alla tag'in bir bloger bo'ladi deb turaman. Yo'q, men vaqtim yo'q. Abi vaqt kerak, bosh kerak. Kommentariy yozar, kishi ishlagandan yana tushirib yurma. O'zing dashlar. O'zing dashlar deb. Vasiliy o'zi kiste, o'zi ishladi. Men abishni butun o'zim qaysi ishda qatnasham, shularnigina. Anda qo'yam internetga. Вот. Oshiqlik kiritib ketirga kerakdir endi. Ko'p kishi degan ismingizni eshitgach, nechik tatarcha shulay yaxshi сөйләшәм икән бу deysiz. Millat bo'yicha Kirashin malaya, bir anda yozuvchilarda, direktor yozuvchilar bo'ldi. Nechik sening familiyang russkiy degan, o'zing tatarcha сөйләшәсең deb, qanday вопрослар ko'p bo'ldi. Всем привет. Вот, сегодня я тоже пахаю вот на своем тракторе. Припахал вот это поле. Видишь, кончал этот поле, сейчас поеду на другое поле, там буду кончать. Kirashin tatarlari o'zimizning avulda cherkovimiz bor endi, cherkovli avul. Bolalarimiz qizlar, mo'ylar. Malay bilan qiz edi. Ularga necha yashingda? Malay 10 to'la bu yil. Qizga 6 o'zingda to'lamisan endi to'shni bilib bitirmayman. Xotiningiz qayda ishlaydi? Xotin firmadamda neda shu vaqtda ishlaydi. Oilangizni internetga da kiritmaysiz, bizda tushiramiz degan edi, tushirmagingiz dedingiz. Bu narsa bilan bog'liq. Narsa aytirganman, senga narsaga aytdi, ko'rsatirganman. Traktorlar yonida bo'g'ash, Sibianda men shu o'zimdagi azgagina qaytaman-da, anda o'sha kuni boshida qaytib kirib bo'lmay. Ko'proq traktor yonida bo'g'ash traktorni tushiramiz. Do'stlar, mana biz bunda Vasiliyning turmush iptasini uchratdik. Alisa bitimi? Ayi. Alisa, yolg'ishmasam siz Vasiliyga oshib bergansiz Instagram shlaydi. Ayi. O'zini yaxshi ekan, chiraying deshtasin. Men aqlmash olaman. Sizning datlaringiz yo'qmi, onun kubik shulay tushirib, kiritib, o'tirib? Yo'q, men tega Instagramda bor. Конечно, men tega aniqlik videolarini tushirgan yo'q, tega men kishiniki qiziqsinib qoldim ko'proq. Bo'lay, Vasiliy, nindi er? Nindi turmush iptash? Ya oilada, nindi aytiyol, nindi er? Eybat endi, bo'lay, boshar deb aytmayman. Turli yog'ida bo'lar, конечно.
Но булай теге эшәке түгел, әйбәт. Мәйтәм керәсең миндә ашарга дигәчтәген. Кичек ашарга да кергән тол шунда эшенә бирелеп китеп эшли инде. Теге начар әйбәт үзе. Сез ничек таныштыгыз? Танышу тарихын сөйләп китегез әле. Сез үзегез дә Шураданмы? Юк, мин үзем Кукмарадан. Ничек интесләр. Зак инде аны сөйләргә, конечно. Озак очраштыгызмы мәсәлән? Ярты ел. Аннар әйләнештегез. Урлап кайттык Кукмарадан. Урлау гадәтләре бармы әле сездә? Бар инде. Ансыз кем ничек, конечно. Ничә ел була инде сезнең гаилә корганга? 10 булды. Bu jigitga shunday turmushga, avul yerine, xizmatine, yazmışına, felsefi, her amelinden, her tuğan günden nedir motorluk izler. Hatta traktörün astını, onun tormozuna kısılı için nişik çöre kiletinde sanat etip, şuşa kirib ama şurayı düşürüp koygan. Yo'g'isa birovingdan moyga botib o'tgan qora kiyim bilan otasin, onasin jilib uni esga tushirib, shulay deb kirar edi. U uni motor bir falsafiy amal etib yetkazgan. Shunga ko'ra, uni ayrim bir rahmat yetkazsin deydi hamma senga ministrning sa'vatin bo'lak ekan. Зур уңышың булды тагын бер. Марат Ахматов үзе сине кутлап рәхмәт хаты тапшырды. Кукмарага чакырдылар, сессияга менә әле сәгать. Сәгать тә бирде. Сәгать шудан төшмәй уже. Ничек соң ошыймы? Әйбәтме? Конечно, мондый сәгатьләр үтенчегә дә ләкмәдер дип уйлыйм. Министр үзе бүләк итте. Министр сәгате бу. Аның кебек була бу. Артында язылган, бөтен министр устыга нәрсә әйбәт. Бик зур бүләк дип саныйм мин моны. Истәлекле. Истәлекле бүләк. Киләчәккә нинди планнарсың инде сезнең? Шушы колхозда инде пока эшлибез. Әле бүтән план үзгәртергә уйлаганым юк. Не түләп торгач нәрсә турында уйласаң инде. Главный түләү булса шулдыр дип уйлыйм инде. Бүтән җирдә дә акча шуны эшләр бит инде. Эшләгән кешегә авылда да эш җитәрлек, шәһәрдә дә җитәрлек инде. Эш табыла. Эш бар, эш табыла. Барчагызга да салам сезнең. Ничек дип, менә ушул прямо камера тери башласалар, әзгенә кавышата, барбер нәрсә әйтсәң дәген. Әле ирадә бетмәдегез. Иранмаган әле, не артистлар шикелле тормаган. Интернет укучыларына бик зур саламнар. Минем подписчиклардан сезнең подписчиклар бердер. Әлбәттә карыйлардыр инде. Карыйлардыр. Димәк, менә Василийдан сезгә шундый эксклюзив сәлам. Һәм Василийны карап барыгыз. Шулай ук Илгиз проектында карагыз. Булды.